Salom hammaga. Sizlar Neymar, Ronaldo, Messi, Zlatan va boshqa ko'plab futbol yulduzlari uchun atab chiqarilgan futbol haqidagi ajoyib multfilm haqida bilarmidingiz? Obuna bo'ling, like bosing, men esa sizlarga aytib beraman. Ushbu multfilmda dunyoning mashhur futbol yulduzlarining g'alabalaridan ranjigan olim ularga qarshi robot yaratadi va ular asta-sekin Neymarni, Ronaldoni va qolgan mashhur futbolchilarni o'yindan chetlatishadi va ko'cha tilidan aytganda chopishadi. Zlatan kitob sotuvchisi, Ronaldo model, kimdir tegirmonchi, baliqchi va boshqalar sifatida ishga kirishadi. Ammo ularni bir kishi bir joyga yig'adi va futbol haqida katta ruhlantiruvchi nutq va hayratlantiruvchi muzeydan keyin ularni futbolga qaytishga ko'ndiradi. Bu insonni esa ko'chada oddiy to'p o'ynayotgan bolakay ruhlantiradi. Mening fikrimcha bu bolakay o'sha mashhur Lionel Messi edi. Yana bilmadim, fikrlaringizni kommentlarda kutib qolaman. Xullas, revansh o'yin boshlandi. Futbolistlar robotlarga qarshi. Bunday tarixiy lahzani o'tkazib yubormaslik uchun hamma yig'iladi. Dastlabki soniyalarda ular yutqazayotgandek ko'rinadi, lekin ular ham hisobni tenglashtirgach, olim ularga qarshi minglab o'yinchilarni qo'shadi. Bu ham yordam bermasdan robotlarni futbolistlar xuddi mushuk bolasiday o'ynatishadi. Robotlar Neymarning tezligi oldida kuchsiz shillik qurtdek sekinlashib qolishadi. Ronaldoning zarbasi esa butun stadionni lahzaga soladi. Bunday multfilmni ko'rmasangiz bo'lmaydi. Multfilm hujjatli qilib ishlanganligi sababli juda kichkina, ammo siz uni Telegram kanalimizdan topishingiz mumkin. Buning uchun esa Telegramning istalgan joyiga ushbu kodni kiriting. Obuna bo'lib qo'ying, layklaringizni ayamang. Hozircha xayr, salomat bo'ling.